Assalomu alaykum o'quvchilar. Demak, bugun 3-darsimizdan keyin 4-darsimizga ham yetib keldik. 3-darsni ko'rgan bo'lsangiz, kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldirishni esdan chiqarmang. Xo'p, demak, bizda bugun 4-darsimiz artikellar haqida bo'lar ekan. Artikellar bizda ingliz tilida 3 ta hisoblanadi. Ular a, n va the artikellari hisoblanadi. Demak, artikellar nima degan savolga javob beradigan bo'lsak, artikellar bizda o'sha kichik so'zchalar, harfchalar so'zlarning oldidan kelib, ularning aniqlik va noaniqlik darajasini ko'rsatadigan so'zlar hisoblanadi. Demak, bu yerda ham yozib o'tganmiz. Articles are small words that come before noun to define them as a specific or non-specific. Demak, o'sha ularni aniqlik darajasini bildirib kelish uchun ifodalanar ekan. Demak, artikellarimiz ingliz tilida 2 turga bo'linar ekan. Demak, birinchisi bizda indefinite hamda definite artikellar hisoblanadi. Indefinite artikellarga a va n artikellari kiradi. Bular general thinglar bilan ishlatiladi. Demak, general thing umumiy narsalar haqida gapirganimizda a ni ishlatar ekanmiz. Definite esa d bo'ladi bizda. The hamda used with specific things. Demak, maxsus narsalar haqida gapirganimizda ishlatamiz. Masalan, the book deydigan bo'lsak, men sizga oldin aytib o'tgan yoki specific bir nazarda tutib aytayotgan bo'lib, the book shaklida ishlatsam, demak bu definite bo'lar ekan. Indefinite bo'lsa, a book shaklida ishlatilsa, bu umumiy kitoblar ma'nosida ishlatiladi. The book bo'lganda esa aytib o'tganimdek maxsus ma'no orqali ifodalanar ekan. Keling, demak, hozir indefinite artiklesni ko'rib chiqamiz. Indefinite articles bizda noaniq artikellar hisoblanadi. Demak, noaniq artikelimizda o'zimizda 3 ta artikel bor edi. Demak, bu turimizga bizda 2 ta artikel kirar ekan. Birinchisi bizda a, ikkinchisi bo'lsa n hisoblanadi. Demak, a article comes with words that begin with consonant sound. E'tibor bering, bu yerda consonant sound deyilgan. Harf deyilmagan, consonant letter deyilmagan. Consonant sound demak, o'shanaqa demak, undosh tovush bilan kelganda qo'yilar ekan. For example, a book. A book bizda consonant sound bilan kelyapti, o'shaning uchun qo'yganmiz. Ikkinchisi bizda, ikkinchi artikelimiz n artikel hisoblanar ekan. Demak, n artikelni ko'radigan bo'lsak, comes with words that begins with vowel sound. Demak, bizda vowel sound, ya'ni unli tovush bilan boshlansa, bizda n artikli qo'yilar ekan. Misol uchun, an umbrella so'zida bizda u unli tovush hisoblanyapti. Talaffuzimizda umbrella bo'lgani uchun biz n ni qo'ydik. Demak, sizga aytib o'tganimdek, soundda farq qiladi, letterda emas, ya'ni tovush bilan, harf bilan emas deganimizga monad, ya'ni mos bizda qoidalar bor. Demak, it depends on pronunciation, not spelling dedik. Demak, shunday so'zlarimiz bor ekan bizda. Unli bilan tugasada unga demak n qo'shilar ekan. Undosh bilan tugasada n qo'yilar ekan. Demak, keling shularni ko'rib chiqamiz. Bizda birinchi so'z a university hisoblanadi. University so'zi bizda y shaklida o'qilgani uchun university y shaklida o'qilyapti. Demak, y harfiga o'xshab, o'shaning uchun biz a shaklida qo'ydik. Garchi undan keyin u turgan bo'lsa ham, demak bizda a university shaklida bo'lar ekan. Ikkinchisini ko'rib chiqsak, our so'zi bizda undosh turgan bo'lsa-da, a emas, n ni ishlatyapmiz bunisida. N our shaklida o'qiladi. Bizda bu yerda h tushib qolar ekan va bu so'zni o'qilishi, ya'ni pronunciationi bizda our shaklida bo'lib, an hour deb o'qir ekanmiz. Demak, bizda ikkinchi artikellar turi definite articles hisoblanar ekan. Definite articles bizda bitta artikel kiradi, u ham bo'lsa bizda the hisoblanadi. Demak, bizda 3 ta bor dedik. Ularning ikkitasi bizda indefinite ga kirar ekan, bittasi bo'lsa definite ga kirar ekan. Xo'p, biz the artikelni qachon ishlatamiz? The is used when we talk about specific thing or thing that's already known. Demak, biz qandaydir maxsus
specific narsa yoki the thing that's already known o'sha narsa biz allaqachon biladigan narsamiz. Demak, birinchisi bizda maxsus qanaqadir narsa haqida gapirsak, specific thing bo'lsa, ikkinchisi bizda already known narsalar haqida gapirishganimizda ishlatar ekanmiz. Keling bittadan bularga example ko'rib chiqamiz. Demak, birinchisi I saw a dog deyapti. Boya aytib o'tganimizdek, general narsalarda gapirganimizda haqida en ishlatardik. Mana general men kuchuk ko'rdim deyapti. It ko'rdim, u общий specific tomonlarni aytmayapti. Umumiy holda o'sha itni ko'rganini aytayapti. Keyingisida esa the dog was black. Demak, the dog that I said you before, demak sizga oldin aytgan o'sha it qora rangda ekan. O'sha bunda already known thingga kirar ekan. Demak, bu bizda already known hisoblanadi. Demak, birinchi biz buni aytib o'tdik. Ikkinchisini ko'radigan bo'lsak, I bought an apple. Demak, men olma sotib oldim. The apple was sweet. Demak, the apple mana shu olma oldin aytib o'tilgan olma, demak shirin ekan. Bu shaklda the apple shaklida ishlatilyapti. Xo'p, demak, the artiklini qaysi holatlarda ishlatilishini ko'rib chiqadigan bo'lsak, bu bizda when to use, qachon ishlatish deb nomlanar ekan. Keyin birma-bir ko'rib chiqamiz. Birinchisi, talking about something now. Demak, bironta bir aytilgan narsa haqida, biladigan narsamiz haqida gapirganda ishlatar ekanmiz. The door. Masalan, open the door please yoki close the door please shaklida ishlatganimda, siz uni qaysi eshik ekanligini bilasiz. Men specific ma'lum bir maxsus bir eshik haqida gapiryapman. O'shaning uchun bizda about something already known bo'lar ekan. Keyingisi unique things. Only one in the world. Demak, bizda unique things, noodatiy o'sha bitta bo'lgan narsalar, dunyoda bitta bo'lgan narsalar bilan ishlatilar ekan. For example, the sun, the moon. Bizda demak, oy ham, quyosh ham bittadan bo'lganligi uchun bizda ular one in the world, ya'ni unique things hisoblanyapti. Keyingisi superlatives. Bularda bizda demak sifatlarni yuqori darajasini bermoqchi bo'lganimizda zani qo'llar ekanmiz. Masalan, biz the best teacher deb qo'llayapmiz. Keyingi ishlatilish usullaridan biri names of rivers, seas, oceans and so on. Demak, suv bilan bog'liq bo'lgan joylarning nomlaridan oldin biz zani ishlatar ekanmiz. For example, the Pacific Ocean. Tinch okeanni misol qilib keltirishimiz mumkin ekan. Tinch okeanimizda the Pacific Ocean deb nomlanar ekan. Xo'p, keyingisi before musical instruments. Demak, musikalni, ya'ni musiqiy asboblardan oldin the artikli kelar ekan. For example, the guitar, the piano shaklida ishlatiladi. Demak, bizda musiqa instrumentlardan oldin ham the artikli ishlatilar ekan. Keyingisini ko'ramiz. Before countries with plural names or with republic kingdom. Demak, bizda o'sha countrylar ko'plik nomlarida keladigan bo'lsa, o'sha demak shaharlar ko'plik otlarda, ya'ni nomlarda keladigan bo'lsa, keyingisi esa republic yoki kingdom so'zlari bilan keladigan bo'lsa, biz zayl ishlatar ekanmiz. For example, it can be the Republic of Uzbekistan, O'zbekiston Respublikasi. Yana bir demak plural name misol qildirib the US ni keltirishimiz mumkin. United States of America deb rashifrovka qilinar ekan bu. Demak, hozir when not to use articles, demak the artiklini qayerda ishlatmaslik kerak ekanligini ko'rib chiqamiz. First rule bizda demak birinchi qoida general plurals and uncountable nouns bo'lar ekan. Keling bilan tushunib olish uchun nimaligini examplelarni ko'rib chiqamiz. Birinchisi I love the dogs shaklida ishlatilgan. I love the dogs bo'lmaydi. Negaki biz plural, ya'ni ko'plikdagi so'z bilan qo'llaganimizda zani ishlatmas ekanmiz. Keyingisi he drinks the water. Demak, water bizda uncountable noun hisoblanadi. Demak, sanalmaydigan ot hisoblanganligi sababli waterdan oldin the qo'llanmaydi. Umuman sanalmaydigan, demak bizda nounlardan oldin the artikli qo'llanmaydi. Second rule bizda before name of
most countries and cities. Demek, country'lar hamda city'lar, ya'ni shaharlarning oldidan, joylarning oldidan demek ba'zi birlari bor ekan. Shunday ularning oldidan z qo'llanilmas ekan. For example, London. I am from the London demaymiz. I am from London shaklida ishlatamiz. Yani misol qilib Uzbekistonni keltirish mumkin. I am from the Uzbekistan emas, I am from Uzbekistan deb qo'llasak bo'ladi. Third rule bizda before languages. Demak, tillarni aytayotganimizda tillardan oldin z artikli qo'llanilmas ekan. She speaks the English emas, she speaks English shaklida keladi. Demek, z'ni o'chiramiz hech qachon tillarning oldidan. Demek, z artikli qo'yilmas ekan. Bizda last and first demek rule before meal, sports and subjects bo'lar ekan. For example, I love the breakfast emas, I love breakfast shaklida ishlatiladi. Agar bu breakfast, specific breakfast haqida gapirsak, ham ishlatishimiz mumkin. Masalan, siz ertalab yegan nonushtangiz yoqqanini aytmoqchi bo'lsangiz, I love the breakfast desiz, o'sha breakfastni yoqtiruvdim deysiz. Lekin bu yerda umuman olganda, demak, meal, sport va subjektlarning oldidan kelmas ekan. Masalan, I love the Russian deb qo'lla olmaymiz. I love Russian shaklida qo'llaymiz. Demak, bular bizda qachon z artiklida ishlatilmaslik holatlari edi. Sizda tushunarli bo'lgan bo'lsa, izohlarda o'z fikringizni qoldiring. Keyingi darsda ham qo'shib xayr.